Keling, sizga 5-bo'linmamiz haqida aytib beraman. 1952-yilda Koreya urushining 5-jangidan keyin pozitsion urushi paytida bizning armiyamiz partizan snayperlar guruhini ishga tushirdi va ajoyib natijalarga erishdi. Ular 50 mingdan ortiq dushmanni yo'q qilishdi. Komandirimiz Luen Wu qo'lida masin miltig'i bor edi xolos. Uning nishonga olgichi bo'lmagani uchun ko'r-ko'rona otishga to'g'ri kelardi. Otish masofasi esa 600 metr edi. Ammo shunday qurol bilan ham u butun guruhdagi eng mohir partizan mergani bo'la oldi. U o'zini ham, 5-bo'linmamizni ham mashhur qildi. Merganlari. Chapdan o'ngga. Nishonga oling. Biringiz haydovchini, boshqangiz yo'lovchini nishonga oling. Buyrug'imga ko'ra hamma birga. Tayyorlan. 1 2 Otoch. Kim nishonga tegmadi? Panaga! Boshingizni ko'tarmang! Dayon, shu yerdaman. Lial, Shu yerdaman. Sionsu, Shu yerdaman. Lower, Shu yerdaman. Sun, Shu yerdaman. Vatsi, Shu yerdaman. Manjuni, Shu yerdaman. Zyun, Shu yerdaman. Guy. Shu yerdaman. Ketdik. Hurmat. Ruxsat. Bu yerda nima qilyapsan, askar? Buyruq oldim, kapitan. 20 daqiqadan keyin hujumga kiramiz. Kim buyruq berdi? John, professional harbiy. U uzoq vaqt serjant Luini o'rgangan. O'sha pistirma uning dahshatli rejasini amalga oshirishga imkon berdi. Taqillatish kerak emasmi? Uni ruxsatimsiz olibsan. Uni qo'lga olishga rosa harakat qilding. Endi ularga qaytarmoqchimisan? Seni pistirmalaring ish bermayapti. Bu oddiy askar, senga baribir emasmi? Savolimga javob bermading. U menga kerak. Nima uchun? O'zing nima deb o'ylaysan? Xitoylik Ajal laqabli mergan AQSh harbiy bo'linmalarini yo'q qilmoqda. Uni necha oydan beri izlayapsan?
Balki taslim bo'lish kerakdir. Nimaga erishmoqchi ekaningni bilaman, Jon. New York Times'ning birinchi sahifasida ajoyib amerikalik mergan xitoylik ajalni o'ldirdi degan sarlavhani kutyapsan. Kongress siyosiy maqsad uchun uni tiriklayin qo'lga olish kerak deyapti. Shuning uchun maxsus askarni yollashgan. Chunki unga bas keladiganini topisha olmagan. Har qalay bu yerda. Buni eplay olmaysan. Men esa o'sha kunni kutaman. Unutma, Jon. Bu urush o'yin maydoni emas. Shuni bilib qo'y. Mohir merganlardan iborat butun boshli guruhim bor. Sendan mohirroq. Shuning uchun menga do'q qilishdan oldin kimni buyrug'ini bajarishimni unutma. Aniq senikini emas. Yufen, Ma'nosi nima? xavotir olma. Ma'nosi yaxshi. Yo'q. Jusin, Juda oddiy emasmi? u qishda tug'ilgan. Qordan yer ko'rinmagan. Yoki o'qimishli degani. Nima deyapti? Nima derdi? Seni omi deyapti. O'qimagan bo'lsam nima qilibdi? 30 ta amerikalikni o'ldirsang, o'shanda sen bilan gaplashaman. 30 ta ko'p-ku. O'zing ham shunchasini o'ldirmagansan. Hoy, menga qara. Serjant menga binoklini berarmikan? Orzu ham qilma, u binoklni menga va'da qilgan. Uni anchadan beri kutyapman. Bo'linma. Vazifa oldik. Tog'da ikkita razvedkachimiz amerikaliklar qo'liga tushib qolibdi. Ularni qaytarish kerak. Serjant, ularning kimligi ma'lummi? Kimligi muhim emas. Sen shu yerda qolasan. Intervyu berasan. Nega endi men? Eng o'qimishligimiz sensan. Bo'linmamiz obro'si bo'lasan. Kapitan, Lekin bizga serjant Lui kerak. U Liuning 5-bo'linmasidan, Chen Dayon. Avvallari u universitet talabasi bo'lgan, lekin u o'z xohishiga ko'ra jangga kirishgan. Serjant Liu esa shaxsan o'zi unga jang qilishni o'rgatgan. Shuning uchun u ustozidan qolishmaydi. Lekin o'zingiz serjant Ludan intervyu olasan degandingiz-ku. Serjant Liu buyruqni bajarish uchun ketgan. Hamma savollarga Dayon javob beradi. U ham xuddi Liudek juda mohir mergan. Unga ishonsangiz bo'ladi, juda yaxshi yigit. Luning o'zi bilan qachon gaplashsak bo'ladi? Qachon qaytsa, o'shanda gaplashaverasiz. Unda kutib turamiz. Mayli, o'tiring. xo'p bo'ladi. Boshlayvering. O'rtoq Dayon, qanday orzularingiz bor? Kulishni istayman. Agar serjant ruxsat bersa. U qattiq qo'lmi? Uni kulganini ko'rmaganman. Chunki norozi bo'laverasan. Serjant Liu qattiq qo'l emas. Dayon juda ta'sirchan. Ya'ni ko'ngli nozikmi? Afsonaviy bo'linmani bir qismi siz nimalarni his qilyapsiz? Juda achinaman. Nega achinasiz? Meni shu yerga tashlab ketishganiga achinyapman. Buni nazarda tutmading. Aynan shuni. O'sha amerikaliklar ushlab olgan razvedkachilarning birining ismi Lian edimi? Shundaymi? Ana ko'rdingizmi? Sizga uni ta'sirchan degandim-ku. Lian degani kim? Dayonning sinfdoshi. U ikkisi birga armiyaga kelishgan. Ikkisi ham serjant Liuda o'qishgan. Kapitan. Ketishga ruxsat bering. Lian kim o'zi? Koreyscha gapiradigan yigit. U sen kelishingdan oldin guruhimizga kelgandi. Liard. O'sha xatda men haqimda biror nima deyilganmidi? Tomidan chakka o'tayotgan ekan. Nima?
Nahotki tuzatadigan odam bo'lmasa? Akasiga aytibdi. Tuzatib beradi dedi. Hoy Vadzi, yirtiq qo'lqopingni nima qilasan? Baribir kiymaysan. Boshqasi bor-ku. Ey, ular xotinim to'qib bergan qo'lqopimni asraydi. Serjant. Intervyu berdingmi? Ha. Yana yig'ladingmi? Qo'ling muzlab qolmasin. Bu o'shami? Olg'a! Dayon, Lover va men kuzatamiz. Serjant, Nima deysan? men ham borsam maylimi? Yotinglar! Birinchi qadam tashlandi, ikkinchisiga tayyorlaning. Yigitlar, ana u toshni shimoliy tomonini kim ko'ra oladi? Hozir topamiz. Ehtiyot bo'l! Sansyuy, tosh ortiga o't! Jin ursin. To'xta! Vanjuni, bu merganlar. Hadeb tipirchilavermang. Uni panaga olishga ruxsat bering. Ko'p qon yo'qotyapti. Vanjuni, menda dori quti bor. Boryapman. Yaqinroq borsin. Men keldim. Ushla.
Jin ursin. Aniq nishonga. Ilyat, siz uchovingiz buyrug'im bilan o't ochasiz. Nishonga tegaman deb boshingizni ko'tarmang. Tushunarlimi? Tushundim. Dayon! O'q chaqmog'iga qara. O'rgatganimdek cho'michdan foydalan. Yoningda bor. O't och! Eski nayrang. Hazillashyapti shekilli. Bas qiling. Dayon, holat. Istehkomning markazida 3 ta dushman. 20 metrcha uzoqda. Jin ursin bu pistirma. Siansun, Dayon, buyrug'im bilan hadiq tomon harakatlaning. Amaki, qimirlamasak tamom bo'lamiz. Agar qolsangiz, o'sha yerda tamom bo'lasiz. Bir deyishim bilan yuguring, menga ishoning. Ya, siz uchovingiz ularni pana qilib turing. O'qlarni tejang, ortiqcha otmang. Besh. To'r. 3. 2. Bir. Yaralanmadingizmi? Yo'q, tirikmiz. Sen yaramas, nega unga dori qutini otding? Ahmoq, esi yo'q. Bilib qo'y, Van Jun-i seni deb halok bo'ldi. Yig'lash joningga tegmadimi? Chida. Hamma joyiga. Denis o'ldi. Peshonasiga o'q tegdi. Ey xudoyim. Jack. Bu o'shaligi aniq. Qayerdan bilasan? Xuddi gazetada yozishganidek. Boshqa hech kim bunday ota olmaydi. Ana u panadagi burchakni ko'ryapsanmi? Ular boshini ko'tarishi bilan yo'q qilaman. Yo'q, u ketmaydi. Unga shu murdalar qadrli.
Bu yerda nima qilyapmiz? Nega Lian bu yerga kelgan? Serjant, bu shubhali ko'rinmayaptimi? Albatta. Agar hammasi oson bo'lganida bu yerga kelmasdik. Kapitan buyrug'i bor. Ularni o'ligimi, tirigimi qaytarishimiz kerak. Kimdir ko'rinyapti. Shimoliy koreyalik bola Lian tomon ketyapti. Lian pistirmaga tushganini qayerdandir eshitib qolgan ko'rinadi. Uni olib ketgani kelgan bo'lsa kerak. Ular otishma murdalarni ko'rib o'rganib ketishgan. Uni qo'rqitish oson emas. U shunchaki Lianni olib ketmoqchi. O't ochmang, qaytaraman. Bolani ota ko'rmang. Tuni bilan pistirmani qo'yganmiz. Endi bir tirmasak xo'ragimizni o'g'irlab ketsinmi? Xavotir olma, bir rejam bor. Bir xil o'ylarkanmiz. Ular ham Lian shu yerda qolishini istashyapti. Nega bolani chaqirishyapti? Bir nimani rejalashtirishyapti. Yuring, Lanni olib ketamiz. Qanday qilib? Arqon bormi? Ha? Uzunmi? Yetadi. Ilgak bormi? Yo'q, ilgak yo'q. Serjant, bir fikr bor. Yordamlashing. Liak, ishonching komilmi? Bundan ham og'irini ko'targanman. Bu nima bo'pti? Mayli. Arqonni Lianga bog'lab qo'y. Xo'p. Chakki emas, Gerakl. Bu temir qurg'ur rosa og'ir ekan. Bu seniki. Dayon, ularni ko'ryapsanmi? Yaxshi ko'rinmayapti. Bilmadim. Lover, Men ham ko'rmayapman. unda otavering. Markazini nishonga oling. Liardni pana qilamiz.
Malika qo'lida qizil nilufar. Bahodir albatta ajdarni yengar. Avtomatlarni oling. Uch askar jangga ketdi. Dushmanni tormor etdi. Ammo suvda ajdar bor. Ularni jim ko'tar. Ajdar shohni qo'rqitgan, lashkarni yer tishlatgan. Seni Liandan keyin olib ketaman. Bardam bo'l. Xalin topingni tuzatishing kerak. Yiqtamizmi? Hozir hammasi aniq bo'ladi. Andrew, Nate, og'irroq biror nima toping. Bu bolalarga geometriyadan dars o'tib qo'yaman. Amaki, nima qilamiz endi? Bu u emas. Dayon, tushundim. O'g'limning ismini Temir deb qo'yaman. Jasur yigit ekan. Baqaloq mendan tabanining ma'nosi nima deb so'raganda, men esa ko'pgina ismlarni taklif qilishgan bo'lsa-da, otam Temir deb ism qo'yishni ma'qul ko'rgan deb aytgandi. Yig'lashni bas qiling. Serjant. O'sha bola unga Lianga yordam berish uchun yuborishganini aytdi. Ularning tilini tushunmagani uchun unga ko'rsatib berishgan ekan. U buning nima uchun kerakligini bilmagan, ammo unga yordam berishi mumkin deb rozi bo'ldi. Bo'lmasa Lian halok bo'lardi. Lian hali tirik ekan. Adrenalin. Bo'lishi mumkin emas. Qanday tirik qolibdi? U tuni bilan shunday yota olmasdi. Demak, uni bu yerga bir necha soat oldin olib kelishgan. Amerikalik iblislar. Biz ketib qolmasligimiz uchun uni ushlab turishibdi. Yuan,
Bu yerda nima qilyapsan? Qishloqqa olib ketish uchun keldim. Lian! Dayon, Lian! Men Liu Wenwuman. 5-bo'linma shu yerda. Bardam bo'l. Seni olib ketamiz. Endi o'lib qolasizmi? ha, Bobom, yaxshi odamlar ko'zini yumgancha o'ladi deydilar. shunaqami? Sen meni quchoqlay olasanmi? Shunda ko'zlarimni yuma olaman. Iltimos. Bu bola uni qayerdan tanirkan? Razvedka agentlari qishloq aholisi bilan ishlaydi. Ular tanish shekilli. Ha, ko'ryapman. Amaki, bu yerda nechta amerikalik iblis bor o'zi? 7 edi. Bittasi o'ldi. Qayerdan bilasiz? Uni o'zi o'ldirdi-ku. Buni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Uzmedia.net media olam. Kimda qancha o'q qolgan? 16 ta. Menda 20 ta. Menda ham shuncha. 12 ta. O'qlarni tejaymiz. Quloq soling. Bu oddiy tasodif emas. Bu qopqon puxta o'ylab qo'yilgan. Taslim bo'lmaymiz. Bu iblislarni oxirigacha yo'q qilamiz. Vidzi. Ikkingiz 20 metr uzoqroqqa boring. Shimolga. Xuddi yangi yildagidek qo'g'irchoq o'ynatasiz. Nega bunday qilamiz? Ularni e'tiborini boshqa yoqqa qaratish uchun. Unutmang. Bittangiz chalg'itasiz, bittangiz qaziysiz. Tuproqni orqaga tashlaysiz. Tushunarlimi? Ha, Dayon. Sen shimolga 40 metrga borasan. Qara, aniq o'ng tomonga. Biron nimani ko'rsang, ot. Xo'p, Aniq ot. yaxshi. Boraver. Shoshma. Senga ishonaman. Chunki seni ko'zing hammadan ham o'tkir. Bildingmi? Agar tez harakat qilsang, eng zo'ri bo'lasan. Yaxshi. Lover, shu yerda o'tirib kuzat. Ketdik. serjant. Qo'lqopimni kiysam bo'ladimi? Nimaga? Baribir otmayman-ku. Qo'lim esa muzlab qolyapti. Ozroq bo'lsa ham. Kichkina bolamisan? Uyingni sog'ingan ko'rinasan. Senimi, tirmizak. Bilganingni qil, mayli. Rahmat, serjant. Nima qilishyapti? Qandaq qazishyaptimi? Yaxshi ko'rinyapti lekin. Ha, jin ursin. Ikki tomondan ham ursa bo'ladi. Mark, Ross, sizga ko'rinyaptimi? Yo'q, ser. Balki aylanib kelarsiz, o'ng va chap tomondan.
endi ko'ryapsizmi? Ha, ko'ryapman. Yaxshi. Qo'lini nishonga ol. Meni buyrug'im bilan. İki. Bir. O't aç. Mark. Ross, eshityapsizmi? Mark, Ross. Yigitlar, boshlandi. Rejaga ko'ra ishlaymiz. Jack, qo'g'irchoq o'yini bo'ldi, a? Ha, Baribir qo'limga tushasan. o'shamikan. Albatta yo'q. Bir paytni o'zida ikki tomondan ot olmaydi-ku. Bir, ikki, uch, to'rt. 2, 2, 3, to'rt. 3, 2, 3, to'rt. Ikkitasi uchun ikkitasi. Serjant! Amaki, Shu yerdaman. Vaziyning ahvoli Mana bu xotini to'qigan qo'lqop. Endi u yo'q. Sen esa tirik qolib, qo'lqopini unga olib borishing kerak. Amaki, men oyog'imni sezmayapman. Ular qotib qolgan. O'zingni qo'lga ol. Irodalisan, buni yengib o'tasan. Juda og'riyapti. Maylimi baqirsam? Ha, agar og'risa baqiraver. Baqir. Baqir, yengilroq bo'ladi.
Serjant. U sizni binoklingizni olishni juda istardi. Uni ololmay ketdi. Bo'linmamizning hech nimasi yo'q. Amerikalik iblislarning esa hamma narsasi bor. Hatto optik mo'ljallagich ham. Qurol aslahasi ham yaxshiroq. Oziq-ovqati to'la, ratsiya, telefoni bor, qurollari ham ming xil. Uzoq yaqinni oladi, bizda esa hech nima yo'q. Kim senga hech nimamiz yo'q dedi? Hech nimamiz yo'q deb kim aytdi? Bizda men borman. Bizda sen borsan, 5-bo'linma hali ham bor. Qurolingni oldi, ortimdan yur. Lover sen himoyadasan, tezroq yur. Amerikalik itvachchalar juda ayyor. Ko'ramiz, qachongacha sabr yetarkan. Bittasini ko'ryapman. Qayerda? Chapda. Hech bir o'q zoya ketmasin. Yaxshi ko'rinmayapti. Uni qanday uramiz? Chiqishga majbur qilamiz. Hay Andrew. Hamma joyiga. Joy-joyingizga dedim. Adrenalin ta'siri tugadi. U hushini yo'qotmasligi kerak. Uni uyg'otish kerak. Lian, ko'zingni och. Uxlama. Uxlab qolma, Lian. Uyg'on, uxlama. Liam. Lian. Yo'q, ko'zlari yumilgan. Lian. Ko'zingni och. Uxlama. Lian, ko'zingni och. Uxlab qolma. Liam. Baqiravering. Balki qo'shiq aytarmiz. Ko'prikdan o'tib olgandan keyin kuylaymiz. 雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江，保和平，为祖国，就是保家。 İş berdi. 中国好儿女，齐心，团结起，抗美援朝，打败美敌，也辛劳。雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江，保和平，为祖国，就是保家。 Uxlashga qo'ymang. Balandroq kuylang. 中国好儿女，齐心，团结起。
也辛劳。9997号光辉鸭绿江，共和平为祖国，就是保家乡。中国好儿女，谢谢团结起，抗美援朝，大来美丽也谁了？上上上，亲呀，快呀路江，好儿女为祖国，就是保家乡。中国好儿女，齐心团结起，抗美援朝，大来美丽。 tushunmayapman. Kuylashyaptimi deyman. Nima deb kuylashayotganini tushunganimda edi. Neyt, u yerda nima qilyapsan? Bu ahmoqona vazifani deb olib ketishni istamayman, Jek. Ularni burchakka tirab qo'lga olish rejang ish bermadi. Hammamizni qirib tashlaydi. Jon, sen bizga bu yigitni xo'rak qilamiz deganding. U gazetadagi suratda markazda turgani deganding. Lekin qayerdan bilamiz? Qayerdan? Ularning hammasi bir xil-ku. Nayt, anchadan beri guruhimdasan. 5 yil nima edi? Shuncha yil ichida kimningdir yuzini tanimaganmanmi? Ha? Yo'q. Qara. Mana bu bizning nishon. Bu uning do'sti. Uning do'sti xo'ragimiz. Tushundingmi? Aqlli. Bu xudo bexabar yerlarga nega keldim o'zi? Jinurgur bu urush allaqachon tugashi kerak edi. Qurib ketsin urushi ham. Rejang ham qurib ketsin, o'zing ham qurib ket, Jon. Qurib ketlaring. Hoy, o'zingizni bosing. Hoy, bo'ldi. O'zingizni bosing. U shunchaki asabiylashyapti. Qo'rqib ketdi xolos. Bo'ldi. 4 kishi o'lib ketdi, Jek. Faqat biz qoldik. Endi kimning navbati, Jon? Navbatdagisi kim? Kel, hammasini hal qilamiz. Bir qarorga kel. Men bilan qolsang, bu xudo bexabar yerdan olib chiqaman. Uyingga ketasan. Agar shtabning to'g'ridan to'g'ri buyrug'iga bo'ysunmasang, seni dezertir sifatida sudlashlari uchun qo'limdan kelganini qilaman. Tushundingmi? Tushundingmi deyapman. Tushundingmi? Mayli. Jek, xitoycha so'zlar hali ham esingdami? Bu so'zlarni tushimda ham qaytaraman, Shkiper. Menimcha ularga yetsa kerak. Keyingi bosqichga o'tamiz. Hozir haqligimni ko'rasan. Almashamiz. Janob Liu, sen chiqasan, u ketadi. Janob Liu. Janob Liu. Almashamiz. Almashamiz. Seni o'ngga, sen chiqasan. U ketadi. Tushunarlimi? U ketadi. Ular xitoychani bilar ekan. Serjant, ular sizni chaqirishyapti. Janob Liu. Almashamiz. Almashamiz. Sen chiqasan, u ketadi. Hech kim otmaydi. Xavfsiz. Jinursan. Lover, almashishga boramiz. Qanday qilib? Qanday bo'lardi? Oldiga boramiz. Aqldan ozdingizmi? Amerika itlari chekinishmaydi. Ular Lianni meni topish uchun ushlashgan. Demak, men ularga tiriklay kerakman. Qayerdan bilasiz? Qayerdan bilaman? Ularning optikasi bor. Dumalaganimda menga tegishmadi. Bunday bo'lishi mumkin emas. O'zing o'ylab ko'r. Ularni radio karnayi ham tayyor. Yana xitoycha gapirishyapti. O'ldirmoqchi bo'lganda shuncha ovora bo'larmidi? Qachondan beri o'tiribmiz? Allaqachon portlatib yuborishgan bo'lardi. Nega o'tirishibdi? Chunki ularga tiriklay kerakman. Bu baribir xavfli. Mana, Lianga bir qara. Bor, qara. Kuch qanchaga yetadi? Kapitan uni nima bo'lsa ham qaytarishni buyurgan.
O'ligini yo tirigini. Negaligini bilasanmi? Siz serjantsiz. Butun rotani o'rnini bosasiz. Undagi ma'lumotlar esa butun qo'shinga teng bo'lishi mumkin. Yo butun armiyaga. Agar ular almashmoqchi bo'lsa, demak uning qiymatini bilishmaydi. Kuta olmaymiz. Imkondan foydalanamiz. Bugun Lianni qaytaraman. Keyin meni qaytarishni yo'lini toparsiz. Avval Lianni olib ketasiz. 5-bo'linma. Nega anqayib o'tiribsiz? Lianni olib kelgunimizcha jim o'tir. Kuzatib tur. Zarurat bo'lsagina otasan. Tushundingmi? Lekin o'zingni sezdirma. Tushundingmi? Mana, menikini ol. Olaver. Boshqa yo'qotma, tushundingmi? Ha. Hoy. Yana yig'layapsanmi? Erkak bo'lsang-chi. Tushkunlikka tushma. Bizga ishondi. Xitoychani o'rganganim as qotadi degandim-ku. Rostini aytsam, almashishga rozi bo'lishiga ishonmagandim. Sen-chi? Bekorga uni 4 oy o'rgandimmi? Uni 2 marta yaralashgan, ikkalasida ham askarini qutqargan. Uni tabiati shunday. Lover. Mendan uzoqlashma. Ketdik. Ana u yigit orqasidan kelyaptimi? Ahmoqmisan? Bir o'zi kelsa, jasadni kim olib ketadi? Van Juni. Liard. Sun Uni. Dizyun. Guy. Endi javob bermaysiz. Sizni shahringizdan olib kelgandim. Endi esa u yerga qaytara olmayman. Jack, unga ayt, to'xtasin. To'xta. Avval yolg'iz o'zi bu yerga kelishini ayt. Janob Liu, sen bu yerga kel. Birinchi jasadni olib ketmoqchi. Unga ruxsat beramizmi? Shu yerda turgan ekan, bersak bo'laverar. Mayli, unga ruxsat ayt. Nojo'ya harakat qilsa, ikkisini ham otib tashla. Janob Liu, rozimiz.
Rozimiz. Lover, uni olib ket. Yaxshi. Tezroq. Bora qol. Serjant, kapitanga nima deyman? Borini aytaver. Hozir Liam mendan muhimroq. Ket. Orqasidagini urishim mumkin. Qo'yaver, yashay qolsin. Janob Liu Wenwu. Nihoyat biz uchrashdik. Granata. Serjant. Kimning ahmoqligi bu? Ahvoling qalay? Hali tirikman, shkiper. Nayt. Lover! Shu yerdaman. Oyog'im sindi. Avval Lianni olib ket. Jennerson. Lover! Ushla! Dayon, shoshma. Buyruqqa amal qil. O'zingni sezdirib qo'yma. Vazifani oxiriga yetkazishing kerak. Men kapitan Uilim. Shoshilinch buyruq bor. Shoshilinch buyruq bor. Eshityapsizmi? Qabul. Rejamni barbod qilding, yaramas. Seni o'zim o'ldiraman. Agar otmaganimda asfala sofilinga ravona bo'larding. O'zingni aqlliman deb o'ylayapsanmi? O'zing hammasini rasvo qilding. Xo'rak qilgan jasading oddiy askar emas. U razvedka zobiti ekani ma'lum bo'ldi. U maxfiy vazifani bajargan ahmoq. Hozir shtab uni so'rayapti. Nima deb javob berasan? Nima deb? Jasadni tintib ko'rganman, unda baloyam yo'q. U ichiga istalgan narsani yashirgan bo'lishi mumkin. Hatto jarohatiga ham ahmoq. Meni yaxshilab eshitib ol. Hozir eng muhim vazifang nima qilib bo'lsa-da, jasadni qaytarish. Tushunarlimi? Faqat shu yo'l bilan tribunaldan qochib qolasan. Hammasini tushundingmi? Ishga kirish. Artilleriyani tayyorlang.
Hujumga tayyorlanamiz. Tank va bombardimonlar hali 20 daqiqalik uzoqlikda. Unda ayt ularga tezlashsin. Shkib, Jek. Rasvo qildik. Endi u almashishga nega rozi bo'lganini tushundim. nima? Ko'ryapsanmi? Bir nima qilsang-chi. Damingni olib ol, yigitcha. Lover. Lover. Dayon. O'zingni ko'rsatma. Dayon. Nima demoqchi bo'lyapsan? U bir nimalarni yozyapti. Maxfiy ma'lumotlarni yubormoqchi. To'xtat uni, Jenurson. Hoziroq to'xtat. Tirigimi yo o'ligi? Tirigi ahmoq. Ma'lumotni berdimi? Menimcha yo'q. Bera olmagan deb umid qil. Guruhga ayt, uni qaytarishsin. Uning uchun mukofotlashadi. Xo'p bo'ladi, ser. Sen esa chuqurdan ko'z uzma, Jon. Boshini chiqarishi bilan o'ldir. Ana, qo'lga tushding yigitcha. Ana endi jazoingni olasan. U o'ziga havo yuboryapti. Hozir o'lishi mumkin.
Kim otdi? U bir zum ko'rinyapti, ushlay olmayapman. Anchadan beri bunday otganini ko'rmagandim. Nimalar bo'lyapti, Shkiper? Bu mergan qayerdan kelib qoldi? Bu yashirinib o'tirgan oxirgi askar. Lekin baliqdek ushlab bo'lmas ekan. Janurson, nimalar bo'lyapti? Yana qancha dushman qolgan? Janob, faqat bitta deb o'ylaymiz. Ishonmayman. Unda bilmadim, ser. Balki sharpadir. Jenurson o'zini o'ldirdi. O'zini o'zi o'ldirdi. Hammasi rasvo bo'ldi. Rasvosi chiqdi. Bunga sen aybdorsan, Jon. Endi u qayerda bo'lgan va nimani aniqlaganini bilmaymiz. Seni tribunalda ko'rib, juda baxtiyor bo'laman. Yo'q! O'lib qolsang ham buni tuzata olmaysan. Hech kim seni qutqara olmaydi endi. Jenurson hammasini. Nega buncha imillaysiz? Bor yo'q dorilarni olib keling. Mana shu tepalikni yer bilan bitta qiling. Hamma yoq tekis bo'lsin. Tezroq o'qlang! O't och! Jonga tegdi, tezroq o'qlang! O't oching! Yer bilan bitta qiling! Kapitan Williams o'ldirildi. Kapitan Williams o'ldirildi. Kapitan Williams o'ldirildi. Buyrug'ingizni kutaman, ser. Boshlig'ingiz o'ldimi? Bu yerdan yo'qolinglar. Vazifa nima bo'ladi? Jasadni qaytarishimiz kerak. Bilganingni qil. Endi o'zing boshliqsan. Yuanni kutmagandim. Uni qaytadi deb o'ylamagandim. U bekor qaytdi. Ammo keyinroq u menga Lianni olib ketishganini aytdi. Qishloqdagi kattalar u haqida unutishdi. U esa hech nimadan qo'rqmasdi. Do'stini qutqarishga keldi. William o'ldi. Hali tirikligimizda bu yerdan keta qolaylik. Ha, xitoylik ajalni tiriklay ushlay olmaymiz, lekin bizni baribir mukofotlashadi. Williams o'ldi. Endi tribunaldan qutuldik deb o'ylayapsanmi? Unda nima qilamiz?
Menimcha, ana u bolakay bizni qamoqdan saqlab qoladi. Hoy, leytenant, eshityapsanmi? Ha, sir. Bizga tank bera olasanmi? Hoshkiper, bir savol tug'ildi. Nega bu vazifani ana u yigitlarga buyurmadik? Guvohlar qancha kam bo'lsa, muammo ham shuncha kam bo'ladi. Keyin o'z tariximizni yozamiz. Hamma uni tasodifan qopqonga tushgan deb o'ylashini istamaymiz-ku. Unda yana bir savol. Nega jasadni olmadik? Unda nima bo'lmasin, uni bolaga bergan. Yotganida bekorga jarohatini kavladi deb o'ylaysanmi? Ma'lumotlarni o'shanda bergan. Bunga shubha yo'q. Lekin bolani tintib ko'rdim. Unda hech nima topilmadi. Jack, uni razvedkachilarga topshiramiz. Undan hammasini o'zlari topib olishadi. Biz nafaqat qamoqdan qutulamiz, hali medallarga ham ko'milib ketamiz. Ha. Qahramon bo'lgin keldimi? Kelajagim ko'z oldimda turibdi. Amerikalik qahramon Mergan urushda g'alaba qozondi. Merganlar, Shkiper, ko'pchilikmiz. Mayli, ko'ramiz. Bu o'sha. Ana u sharpa. O't oldir bu temir tersakni. Dastaga qotib qoldi. Unga bola kerak. Unda bir gap bor degandim-ku, uni o'ldirish kerak. Bo'lmasa tinch qo'ymaydi. Uni ota olasanmi? Ko'rinmayapti. Bu yerdan ko'rib bo'lmaydi. Mayli, yuqoriga chiqib o'qla. Tezroq qimirla. Xo'p, ketyapman, Shkiper. O ham qotib qoldi. Mayli, qo'yaver. O'tstalikni ol. Tezroq. Ochishga tayyorman. Uni ko'rmayapman. Ana ko'rindi. O't och. Ahmoq, bu o'q o'tkazmaydigan shisha. Jennerson. Tegdi shekilli. Jennerson hech narsa ko'rinmayapti. La'nata. Ko'zlarimni o'yib olgandek. Bomba Shkip. Yana o'qla. Yana bir marta o'q yog'diramiz, ishonchli bo'lishi uchun. Borini ishlatib bo'ldik.
Uni o'ldirganing aniq. Uzoqroqqa otishni o'rganishing kerak. Hali ham tirikmisan? Meni ismim Jon. Sen isming nima? Qayerliksan? Nega sen haqingda avval eshitmaganman? Senga otishni kim o'rgatgan? Liu Wenumi? U otishni o'rgatdimi? Bugun esa men senga o'lishni o'rgataman. O'qlaring qolmagan. Yarador ekaningni ham bilaman. O'sha qarsang ortida qon yo'qotib o'lib ketasan. Bilaman. O'zingni zo'r merganman deb o'ylaysan. Nechta askarni o'ldirgansan. Lekin senga aytib qo'yay, meni tankim bor. Qurolim va bir talay o'qlarim bor. Men shu yerda ekanman, sen g'olib bo'la olmaysan. Kechgacha shunday o'tirishim mumkin. Oxir oqibat sen yutqazasan. Men esa yutaman.
Senga ishonaman. Chunki seni ko'zing hammadan ham o'tkir. Bildingmi? Agar tez harakat qilsang, eng zo'ri bo'lasan. Tushunarlimi? Eski nayrang. Buni ko'rib bo'lganman. Yaxshirog'ini topa olmadingmi? Shoshma, kuzat. O'q chiqqandan keyin ot. Serjant shunday o'rgatganida. Mana shunday. Jon baribir unga yutqazdi. Konfeting bormi? Konfeting bormi deyapman. Og'riyapti. Chidab tur. Og'riyapti.
Bizning 5-bo'linmamiz tarixi ana shunday edi. Umuman olganda Koreys urushida bizning bo'linma muhim rol o'ynagan. Biz oddiy askarlar edik. Shuning uchun tarix kitoblariga kiritilmadik. Ammo umumiy g'alaba uchun bo'linmamiz yigitlari shu vodiyda borini qurbon qilishdi. Ularning faqat ismi qoldi. O'shanda kapitan Lamlan olgan ma'lumotlar qanchalik muhim ekanini aytgandi. Unda AQShning ko'ngilli xalq armiyasiga qarshi hujumining rejasi ko'rsatilgandi. Undagi rejalar sinchiklab o'rganilgach, xalq armiyasi harakatlarini o'zgartirib, AQSh qo'shinlariga qarshilik ko'rsata olishdi. Shundan so'ng ularning Koreyadan chiqib ketishdan boshqa chorasi qolmadi. Kapitan Lamlan halok bo'ldi. Serjant bilan qolganlar ham. Buni bilamiz. Ularni olib ketdik. Serjantni topdingizmi? Uni binoklini topdik. Yig'layverma. Kapitan. Serjant halok bo'ldi. Butun 5-bo'linma halok bo'ldi. Kim senga bo'linma halok bo'ldi dedi? 5-bo'linma shu yerda. Guy, shu yerdami? Eshityapsanmi, Guy? Guy, Shu yerda. Jun, Shu yerda. Venjuni, Shu yerdaman. Vetsi, shu yerdaman. Lover, shu yerdaman. Sensuy, Shu yerdaman. Syuy, Shu yerdaman. Yat, Shu yerdaman. Chendayon, Shu yerdaman. Livanyu, Shu yerdaman. 5-bo'linma. Shu yerda.
孩子的牵挂，永远是家乡。远去的记忆，仿佛还在身旁。南来的脚印，像红颜排成行。告别了北方，回家的路依然漫长。带上父亲的心愿和希望，天上星星排成行，在目送孩子回家乡。林木渐朗，风雪阻挡，年轻的生命在路上。人间岁月山水长，是热血让青春闪光。天涯滚烫，落日金黄，孩子的牵挂，永远是家